Assalomu alaykum aziz do'stlar. Videomizga xush kelibsiz. Ushbu g'ildiraklar Yaponiyaning Watanabe kompaniyasiga tegishli Watanabe Type B modelidir. Men ularni to'g'ridan-to'g'ri Yaponiyadan buyurtma qilib olib keldim. Disklarni ko'zdan kechiramiz va ularni tichoyga o'rnatish mumkinligini tekshirib ko'ramiz. Disklarning aynan tushganini ko'rib, juda hayajondaman. Yuragim hayqirmoqda. Endi esa keling, birinchi bosqich disklarni silliqlashni sending boshlaymiz. Silliqlash sending uchun zimpara shkurka ishlatsa ham bo'ladi. Shuningdek, simli cho'tka va yer brush yordamida barcha burchaklarni yaxshilab tozalaymiz. Silliqlash sending ishlari tugadi. Endi esa asosiy bo'yoqdan oldin gruntovka surface qilishimiz kerak. Shunday emasmi? Sirtiga surface grunt bo'yog'ini sepib chiqaman. Gildiraklar rangini tikoning ganusha bezagi bilan bir xil, ya'ni shampan oltin, shampaniya gold rangida tanladim. Surface gruntovka quriganidan so'ng disklarni o'zim yoqtirgan rangga bo'yayman. Qalay? Disklarni tiklashdan oldingiga qaraganda ancha jozibali ko'rinishga keldi. Shunday emasmi? Mana, bittasi tayyor. Endi qolgan 3tasini ham xuddi shunday tartibda davom ettiramiz. Qolgan 3ta diskni ham silliqlash sending, surface, shampan oltin rangiga bo'yash va oxirida rangsiz lock clear bilan yakunlaymiz. Mana, hammasi tayyor. 4 ta disk birga turganini ko'rib, ularni tezroq o'rnatishga oshiqyapman. Gildirak va shinalarni yig'ib, ularni tezroq o'rnatishga shoshyapman. Qani, ketdik. O'rnatishdan oldin oxirgi marta o'lchab fiting ko'ramiz. Hammasi mukammal. Kutganimdan ham ajoyib chiqyapti. Hayajonim ortib boryapti. Mening taxminim, his-tuyg'um to'g'ri chiqdi. Gildiraklar muammosiz va mukammal tarzda o'rnashdi. Mening tiko gildiraklarni tiklash jarayonini, restavratsiyasini tomosha qilganingiz uchun tashakkur.